kripto treyderlar qayerdan pul qiladi? Ya'ni asosiy dohod qayerdan? Kurs sotib soqqa qilishadi. Signal kanal sotib soqqa qilishadi. Ha, to'g'ri eshityapsizlar. Kurs sotishadi, mashina olishadi. Kurs sotishadi, Toshkentda 3 xonali kvartira olishadi. Kurs sotishadi, signal kanal sotadi, davlat yashab yuradi. Ha, shunaqa, to'g'ri eshityapsizlar. Qayerdan odam bunaqa fikrlashligi mumkin? Qayerdan bunaqa fikrlashligi mumkin? Kimdirlar mani kursimni o'qisanglar bitta mashinani kalitini beraman, yo mani signal kanalimda a'zo bo'lsanglar signal kanalimga iPhone 17 beraman desa, qanday hammani prям shunaqa tushunishlik mumkin? Ya'ni hamma treyderlar shunaqa deb. Nima uchun bu videoni olyapman? Kimdir qaysidir treyderlar orqasidan aldangan bo'ladi va menga yozadi. Yo aniq boshqa treyderlarga ham yozadi, boshqa shu blogerlarga umumiy olganda. Ha, men shunaqa aldab ketdi, qanday ishonaman sizga, qanday kursni sotib olaman yoki-da qanday sizga pul beraman? Ya qanday halol to'g'ri anosini yo'nalishida ishlashlik mumkin, o'rganishlik mumkin deb kelishadi. Qanaqa tushuntirish kerak endi bularga? Sizlar ommadan hammani shunaqa tushunyapsizlar va hech kimga ishonmayapsizlarmi? Bo'ldi, sizlar aldan bo'lgansizlar. Bo'ldi, sizlarning qarashinglar bo'yicha prям hamma kurs orqasidan pul qiladi, to'g'ri. Signal kanal orqasidan pul qiladi. Sal fikrlashdi, sal to'g'rilaydi, sal dunyo qarashdi. Qanday yashaysizlar ertaga? Qanday yashaysizlar? Hammaga bir ishonchinglar bo'lmasa, ya'ni hamma treyderlarni shunaqa deb bilsanglar,